Toshkentda shirinlik industriyasi ishchilari norozilik namoyishini o'tkazishdi. Sabab ba'zi bir ishlab chiqaruvchilar ularni ishsiz qoldirishi mumkin. Hodisalar joyidan bizning muxbirimiz. Ular buni atayin qilishgan, juda ham mazali shirinlik ishlab chiqarishibdi. Bozorni sindirib, bu degani bizani brenddan endi hech kim mahsulot sotib olmaydi. Oilalarimizni qanday boqamiz? Kreditlarimiz bor hammamizni. Ishlab chiqarilgan shirinlik o'zbek olimlari tomonidan sinovlardan o'tkazildi va eng ajablanarlisi hammaga birdek yoqdi. Bolalar, talabalar va katta yoshlilar. Buncha zo'r yana beringlar. Agar stipendiyam ko'proq bo'lganda, Krafersni barcha shirinliklarni olib yegan bo'lardim. Bizning davrda bunaqa Krafers shirinliklari bo'lmaganda, bo'lmasa kampir bilan kamroq urusharmidik. Krafers mahsulotlari barcha testlardan a'lo darajada o'tdi. Shirinlik segmentidagi hamma yoshlarga birdek yoqdi va eng asosiysi, do'konlar buyurtma qilishda to'xtamayapti. Shunga mani ishim ko'p. Xayr. Sevara Shirinova, Nisholda Novvotova. Sizlar bilan O'zbekiston tongi telekanali.